Doktor bu hijamani nima foydasi bor? Hijamani Murat o'limdan boshqa hamma kasallikka foydasi bor. Kim oyoqda misol og'riq bo'layotgan bo'lsa, varikoz bo'layotgan bo'lsa, bellari og'risa, boshlari og'risa, misol yosh katta odamlarda davlinasi bo'layotgan bo'lsa, juda ham yaxshi foydalari bor. Ammo organizmdan chiqib ketayotgan qonlar bular hammasi gryazniy, ya'ni organizmga kerak emas qonlar bu, podkojniy qonlar. Taksist akalarimiz ko'proq olsa bo'lar ekan-da. Foydasi juda ham yaxshi bo'ladi. Taksi akalarimiz postoyanno rulda o'tirishgani uchun shu bellari asnono yelkalari juda ham og'rib, qattiq og'rib achishadi daji. Ash narsalarga bir marta hijama qilsak, massaj qilib, zo'r bo'lib hamma joylari quyib yuboradi, yengillab qo'yishadi. Davlinasi borlarga-chi? Davlinasi borlarga juda yaxshi foydasi bor bu narsa. Davlinaning asosiy sababi qon quyilib turib, qonni qotib qolgandan davlina ko'tariladi. Hozir quyun qonlar chiqadi bitta. Ha, shu narsani bir marta olib tashlasa, bu qonlar chiqib ketadi, nabrot organizm yangi qonlarni vassanavit qilib, odam nabrot yengil bo'ladi. Davlinalarga juda yaxshi foydalari bor. Bular ko'rib turganlaringning hamma shamolashlaringni oladi, ko'rib turganlaring mana jirni, quyuq qonlaringni hammasi chiqarib tashlaydi. Mana bu tog'amiz davlinalari bor ekan, dash boshlaga ham qo'ysa bo'ladi. Buni hech qanday ziyoni yo'q. Mana bunday buchkalarda o'tirib bemalol shamolashlaringni olib, bemalol kelib ketaverasiz. Bo'lsa massaj, hijoma, bochkada o'tirish hammasi atiga 3000 rubl massajni apparatlarimizni besplatni sovg'a qilamiz. Akalar qaranglar, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ertalab 9 dan kechqurungi 10 gacha bemalol telefon qilaverasizlar. Adresimiz metro Belayeva, улица Profsoyuzning 104.